Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisizlar? Bugun men sizlarga meni stilimda olmali pirog qilishni ko'rsatib beraman. Bunga menga 500 gram un, men uyda bor mahsulotlardan qilib ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bismillah. 500 gram un va 200 gram margarin. Buni hozir yaxshilab krujkadan chiqazib olib, un bilan pesovchini qilib olamiz. Mana xamirimizni bilan margarinni, un bilan margarin cho'rka qilib oldik. Endi 1 piyola qato'ga 1 choy qoshiq to'ldirib gorkasi bilan men razrahita solib, nima qilib aralashtiramiz. Va xuddi o'sha piyolamizda ko'rganinglardaqa yog', oddiy slichniy yog'. Katta tuxumdan 5 dona. Faqat bittasini sarig'ini olib qo'yamiz. Oqini qilamiz-da, sarig'i ustiga bezatishga, ya'ni surishga, bezatishga emas. Qolgan 4 tasini shu ichga chaqib olamiz. Xuddi o'sha piyolamizda 1 piyola shakar. Agar uylarda smetana, buzilib qolgan qaymoq yoki mayonez qilib qo'shsanglar ham bo'ladi. Va yumshoqqina qilib xamir qorib olamiz. Unaqa qattiq xamir bo'lmaydi. Agar tuxumingiz kichkina bo'lsa 5 dona qilganinglar yaxshi. Men ko'rganinglardaqa tuxumim katta ekan. O'shaning uchun hozirchalik 4 tasini chaqqandim, bitta sarig'ini olib qo'ygandim. Menga shu yetar ekan. Xamirimizni ikkiga bo'lib olamiz. Bittasi katta va bittasi kichkina. Listinglarning qolipiga yana qaranglar. Meni listim kattaligi uchun shunaqa bittada katta bir list bo'ladigan barakali olmali pirog qilib beramiz. Hozir buni tindirgan qo'yib ichidagi nachinkasini tayyorlab olamiz. Mana men olmani tyorkadan chiqarib oldim va bunga 1 piyola shakar qo'shdim. Endi shakarni o'zingizlarning uyinglardagi yeydigan odamlarga qarab qo'shaverasizlar. Va albatta bizga kerak bo'ladi koritsa. Koritsani meni o'g'lim yaxshi ko'rgani uchun ko'proq qo'shaman. Sizlar o'zingizlarga qarang. Men buni qovurmayman, shundoq o'zini shundoqcha solaman. Xuddi qovurganda maza beradi. Bech bo'lib qoldi yoki qolasa yaxshi chiqadi inshaalloh. Mana endi nachinkamiz ham tayyor. Mana xamirim, katta xamirni shunaqa qilib yoyib olganimizdan keyin listinglarga, o'zingizlar anaqa list qolipinglarga qaraysizlar va haligi olmali pirogni solamiz. Va hamma joyiga teng qilib aylantirib to'g'rilab chiqamiz. Mana men bunga qizlar, yana bolalar, o'zingizlar xohishinglarga qarab men ustiga yana bananni shunaqa yupqa kesib bunaqa qo'yib chiqaman. Bu shart emas, xohishga qarab. Menga yoqadi, shuning uchun qo'yaman. Ikkinchi xamirimizni shunaqa ullab yoyasizlar, chunki xamirimizda yopishqoq bo'ladi. O'sha yopishqoq emas u, lekin yoyganda yopishadi. Ko'ryapsizlarmi? Yumshoq o'zi qo'l o'zida yoyilib ketyapti. Buni hozir ustiga xuddi anaqa rishotkaga o'xshab terib olamiz. Shuning uchun ustidagini yoyamiz. Mana birinchi shunaqa qilib, setka qilib, shunaqa qilib qo'yamiz. Shunaqa ketma-ketlikda qo'yamiz. Ortiqchasini uzib olasizlar, oson uziladi. Nomasiz. Mana chetlarini ham shunaqa qilib shuncha chiqarib olishinglar kerak-da. Mana chiqarib olish nimaga? Men bu chetini bundoq qilib yopish uchun. Endi haligi bitta sariq tuxumimizga ozgina yog' qo'shamiz. Bu yaltillatib, chiroyli qizartirib chiqarib beradi. O'shaning uchun qilinadi. Hozir shuni hamma joyiga surib chiqamiz. Mana
har bittasiga erinmasdan, har bitta kletkasiga. Shunda chiroyli bo'lib chiqadi pirogimiz. Mana tuxumlarni sarig'ini surib olgandan keyin endi buni 150 gradusda tepa past qilib o'rta olovda qizartirib olamiz. Pishirib olamiz, ya'ni. Mana men shunaqa qilib qizartirib pishirib oldim. Endi buni ozgina sovutgandan keyin xohlasanglar ustiga saxarni pudra sepsanglar ham bo'ladi. Agar yo'q bizga yoqmaydi desanglar, shunda o'zi shu holatida kesib yeysanglar ham bo'ladi. Mana qarang, ichlari ham shunaqa хрустящий bo'lib pishadi, xamirlari ham berch bo'lib qolmaydi. Bemalol oilalarga ham pishirib farzandlarga bersanglar ham bo'ladi. Bu videolar sizlarga yoqdi degan umiddaman. Menga like bosishni va obuna bo'lishni unutmanglar.